Video mavzusi qizlar va pul. Menga juda ham ko'p bola yozadi. Internetga kontent qilaman. Qizlar bilan qanday qilib gaplashish kerak, qanaqa qilib voice tutishish kerak, munosabat qanday o'rnatish kerak deb kontent qilganimda bolalar yozadi. Aka, qizlarga faqat pul kerak, pulingiz bo'lsa bo'ldi. Lyuboy orqasidan yugurib keladi, mashinangiz bo'lsa undan ham yaxshi deb yozishadi. Agar siz shunaqa fikrda bo'lsangiz, videoni diqqat bilan ko'ring. Sizni fikrlashingiz katta ehtimol o'zgaradi. Undan tashqari qizga gul beradigan bolalar bor, sovg'a beradigan bolalar bor, lekin qiz uni mensimaydi, e'tibor bermaydi. Agar siz ham mana shunaqa holatda bo'lsangiz, siz uchun ham video foydali, chunki bu videodan keyin munosabatlarda pulning o'rni qanchalik muhim, nimalarga javob beradi, qanaqa etaplarda pul o'zini ko'rsatadi, mana shu narsalarni tushunib olasiz. Demak, birinchi bo'lib boshlaydigan bo'lsam, ya'ni shunaqa bolalar bor, qizlarga faqat pul kerak, pulingiz bo'lsa bo'ldi degan bolalar. Men ko'chadagi tungi kapalaklar haqida, mana bunaqa qizlar haqida gapirmayapman. Farqi yo'q, kim bilan bo'lsa gaplashib ketadigan, puli bo'lsa bo'ldi, lyuboy bilan yurib ketadigan qizlar haqida gapirmayapman. Men realni kelajakda oila qurib, o'zidan yaxshi nasl qoldirib, yaxshi farzandlar qoldirib, kelajagi bor oila qilishingiz uchun qanaqangi qizlar bilan gaplashish kerak, qanaqangi munosabat qilish kerak, mana shu narsani o'rgataman. Kim bilan bo'lsa, puli bo'lsa gaplashib ketadigan qizlar bizga qiziq emas, menga qiziq emas. Unaqa qizlarni lyuboy odam biladi, shu pulga sotib olsa bo'ladi. Undan tashqari, agar qizni pul bilan e'tiborini sotib oladigan bo'lsangiz, bilingki, ertami-kechmi sizdan puli ko'p odam uni e'tiborini, kerak bo'lsa o'sha qizni o'zini ham sotib oladi. Shuning uchun ham unaqa qizlar haqida biz bu yerda gaplashmayapmiz. Shunaqa fikrda bo'ladigan bo'lsangiz, bu fikrni iloji boricha tezroq miyangizdan chiqarib tashlang. Xo'p, menga juda ham ko'p bola konsultatsiyaga yoziladi. Ishoning, u bolalarning puli bor. U bolalar qayerdadir ishlaydi, qanaqadir lavozimi bor, qaysi biridir sportsmen, qaysi biridir o'qishi ham mumkin. Xullas, muvaffaqiyatga erishgan qanaqadir etapda karyera rostda ketayotgan bolalar. Ularda muammosi-da hammaniki har xil, lekin o'xshash. Ya'ni qizga e'tibor beradi, puli bor, gul beradi, sovg'a beradi, ba'zilari bor, har hafta kerak bo'lsa har kuni gul bergan, sovg'a bergan bolalar bor, lekin qiz mensimaydi, o'zini oladi, gaplashishga kelmaydi. Ular menga murojaat qiladi, aka, shu narsalarni qildim, mana pul sarfladim, jumotlik qilmadim, harakat qildim, kurashdim, lekin men bilan gaplashmayapti. Nima qilay deyshadi. Qarang. Men o'zimni hayotimdan misol keltiraman. Bundan 4 yil oldin men bitta qiz bilan gaplashganman. Men u qizni yaxshi ko'rardim. Kerak bo'lsa, u payt ishlamasdim, pulim bo'lmasdi. Kerak bo'lsa, uydagilardan, xatlardandir pul topardim. Undan tashqari o'rtoqlarimdan qarz olganimgacha esimda, necha marta qaysi biridan qanaqa pul olganlarimgacha esimda, qarz olib, o'sha qizni xursand qilish uchun qanaqadir sovg'alar olardim, nimadir olardim. Juda qimmat narsa emas, lekin o'sha vaqt uchun, bundan 4 yil oldin uchun men uchun katta pul edi u. Nimadirlar olish, deyarli har kuni ovqat qilish, nimadirlarni olib berish. U qizda menga bo'lgan munosabati o'zgarmagan. U qiz, rahmat, xursand bo'ldim. Xursandman, rahmat derdi, bo'ldi. Men o'yladim, yaxshiroq narsa olishim kerak, men ko'proq pul topishim kerak, yana ham zo'rroq narsa bersam, balki boshqacha munosabat qilardi deb o'yladim. Lekin unaqa emas. U qiz hozir yo'q, men u bilan munosabatda emasman. Bundan keyin men mana shu munosabatlar temasiga qiziqishni boshladim, o'rgandim, kurslar ko'rdim, kitoblar o'qidim, xullas har xil narsalar qildim, tajribalar qildim. O'zim mana oxirgi hayotimda bo'lgan misol, o'tgan yili 1,5 yil oldin ekan, men 1 yil, o'sha 1,5 yil oldinga qaytadigan bo'lsak, men 1 yil bitta qiz bilan jiddiy munosabatda gaplashdim. Men u qiz uchun deyarli hech narsa qilmadim. Men jimot emasman, men qayergadir borsam, men rasxodni yopaman, nimadir kerak bo'lsa, pul kerak bo'lsa beraman, lekin hali o'zimdan o'zim qanaqadir bayramlarda, 8-mart, 14-fevral, qanaqadir bayramlarda mendan sovg'a kutish kerak emas. Men misol uchun sovg'a berib, nimadirlar berib yurmasdim. Lekin u qizda menga bo'lgan munosabati o'zgarmagan. Aksincha, u qiz naborot men uchun mendanda ko'p harakat qilgan. Ya'ni menga nimadirlar sovg'a qilishni boshlagan, menga kiyim sovg'a qilgan. Mendan har doim so'rardi, misol uchun qayerdadir yursangiz, pulingiz bormi? Mana shu joyga kirsak bo'ladimi? Puli bormi? Hozir men bilan ko'rishib bo'lgandan keyin qiynalib qolmasmikan deb o'ylardi. Bu narsa 1 yil davom etgan. Misol uchun men esimda, qiz ishlardi, 3 million oylik olardi. 3 million oylik olardi, menga tug'ilgan kunimga $100, $150 sovg'alar olib kelardi. Misol, bir marta tug'ilgan kunimga, bir marta 14-yanvarda olib kelgandi. Men kerak emas. To'xta, kerak emas. Sen ishlayapsan, pulingni topyapsan, o'zing uchun ishlat, men uchun kerak emas derdim. Baribir olib kelaverardi. Baribir harakat qilaverardi. Men shuni tushunganman. Agar
qiz sizni yaxshi ko'rsa, u siz bilan birga bo'lmoqchi bo'lsa, pul baryeri bo'lmaydi. Muhim emas sizni qancha pulingiz bor. U siz bilan gaplashadi, u siz bilan birga bo'lishni xohlaydi, kerak bo'lsa o'zi harakat qiladi. Ya'ni nima demoqchiman? Xulosa nimada? Qiz bolani pulga sotib ola olmaysiz. Sotib oladigan qiz bo'lsa, sizdan keyinchalik puli ko'proq bola uni sotib oladi. Undan tashqari, sizni qancha pulingiz ko'paygani sari o'zi aslida siz qizlar tanlash darajangiz ham o'zgarishni boshlaydi. Misol uchun, oldin pulingiz bo'lmagan bo'lsa, o'zi ko'chaga qarab bilasiz-ku, bundoq ko'chada ketayotganingizda qanaqadir qizni ko'rsangiz, mana bu qiz примерно menga to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmaydi. Agar zo'r bo'lsa, mashinalarda yursa, yo meni o'rnim emas deb o'zingiz ichingizdan his qilasiz. Buni ochiqchasi aytmaysiz, no, ichingizdan birra o'tadi. Agar shunaqa bo'lsa, izohlarga yozib qoldiring, ha, shunaqa bo'lgan deb. Pulingiz ko'paygani sari siz qiz tanlash darajangiz ham oshishni boshlaydi. Oldin oddiyroq qiz bilan gaplashishga tayyor bo'lgan bo'lsangiz, keyinchalik pulingiz ko'paygandan keyin o'ziga qaragan qiz bilan gaplashishingiz keladi. Yana ham pulingiz ko'payib, yaxshiroq mashina olib, yaxshi joyda ishlab, yaxshi pul topishni boshlasangiz, sizga уже mashinasi bor, yana ham o'ziga qaragan, chetlarga chiqib kelgan, sayohat qilgan, ko'p tilni biladigan, boshqa darajadagi qizlar yoqishni boshlaydi. Bitta narsani tushuning, u qizni siz pulingiz bilan sotib ola olmaysiz, e'tiborini torta olmaysiz. U qiz ko'rib kelgan bu narsani, unga qiziq emas sizni pulingiz. Mana o'shanda asosiy planga sizni qizlar bilan gaplashish ko'nikmangiz, darajangiz chiqadi. Mana konsultatsiyaga yozilgan bolalar bor, misol uchun puli bor, gaplashadigan qizning ham puli bor. Uni puli bilan, e'tibor bilan sotib ola olmaydi. U navbaroq qanaqa qilib gaplashishdi, nima qilishim kerak, mana shunaqa holat deb konsultatsiyaga yozilishadi, shu yerdan holatdan kelib chiqib yechim olishadi. Ya'ni nima demoqchiman? Pul bilan sotib olsa bo'ladimi qizlarni? Ha, lekin biz unaqa qiz haqida gaplashmayapmiz. Biz kelajakda oila qurib, o'zimizdan yaxshi nasl qoldirib, yaxshi farzandlar qilib, xullas kelajagi bor, sog'lom oila qoldirish uchun shunaqangi qizlar bilan gaplashamiz. Shuning uchun ham bu fikrni miyangizdan chiqarib tashlang, ya'ni qizni pulga sotib olsa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari, agar sizda munosabatlarda muammo bo'layotgan bo'lsa, qizlar bilan qanaqa qilib gaplashishni bilmasangiz yoki oldin umuman gaplashmagan bo'lsangiz yoki uchrashuvga chiqishingiz kerak bo'lsa, oila qurishingiz kerak bo'lsa, qizda qanaqaligini bilmoqchi bo'lsangiz, qanday qilib sog'lom oila qurish kerak, qanday qilib hurmatga erishish kerak, qanday qilib munosabatlarda dominant, ya'ni hukmronlik pozitsiyada glavniy bo'lish kerak, mana shu narsalarni bilmoqchi bo'lsangiz, men tayyor kurs yozdim. Tez orada boshlanadi. Agar sizga qiziq bo'lsa, oldindan chegirma narxida ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Agar sizga qiziq bo'lsa, men video pastiga opisiyaga admin silkasini qoldiraman. Unga o'tib yozing, savollaringiz bo'lsa bering, u sizga yordam beradi, kursning narxini ham, xullas hamma ma'lumotni sizga beradi. Sog' bo'ling.